Shuncha darvoza ko'rganman, lekin shilinmaydigan darvoza ko'rmaganman. Bu ko'rib turganlar pulli darvozani chiroyli holatda 2026-yilda yangilik qilib, noodatiy qilib o'rnatib berilgan. Garantiyalari bor, svet o'chadigan bo'lsa ham bemalol foydalansalar bo'ladi. Xo'p, bu xonadonda aka-ukalarga chiroyli holatda bir xilda o'rnatib berilgan. Narxlari nech puldan chiqadi deganlarga $110 dan kvadratni boshlanib, yuqoriga qarab ketaveradi. Bu xonadonimizga $150 dan kvadratini chiroyli holatda qalin materialdan va sifatli qilib berilgan. Xo'p, undan tashqari joyingizga kelib turib, razmeriga qarab yana narxlar o'zgaraveradi. Undan tashqari shovqinni o'tkazadimi, issiq sovuqlik qanaqa deganlarga qaranglar, ichi to'la quyilgan bo'ladi pena. Undan tashqari rangi o'zgarmaydi. Opto qor yomg'irga mo'ljallashgan bo'ladi, sveti o'zgarmaydigan bo'ladi. Undan tashqari pishiqligi qanaqa deganlarga bemalol kachirda yo suvda mo'yka qiladigan bo'lsangiz ham ishtima qilmaydigandan bo'ladi. Ichkariga kiradigan bo'lsangiz, mana oyoq tayalarga shvellerlar qo'yib berilgan, ancha baquvvat va rezinkalarga e'tibor berasizlar. Ovozlari chiqmaydigan bo'ladi. Ichkaridan ham bemalol svet o'chadigan bo'lsa, ochib yopsalar ham bo'ladi. Ham tez, ham sifatli bo'ladi. Pastda nomerlar bor. Ravshanbekda oldim sizlarga qilib beriladi.